Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, Qoraqalpog'istonda tibbiyotni raqamlashtirish maqsadida salomatlik marafoni bo'lib o'tmoqda. Ta'kidlash joiz, marafon doirasida o'tkazilayotgan Health Tech Hackathon loyihasi sog'liqni saqlash sohasida raqamli yechimlarni shakllantiruvchi milliy tashabbus sifatida e'tirof etilgan. Muxbirimiz Murodjon Ahadov mavzuni davom ettiradi. O'zbekiston Respublikasi so'nggi yillarda sun'iy intellekt sohasida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Eng yirik va strategik loyihalardan biri umummilliy sun'iy intellekt hackathon loyihasi bo'lib, u 2025-yil oktyabrdan 2026-yil dekabrgacha davom etadi va mamlakatning barcha 14 ta hududini qamrab oladi. Health Tech Hackathon bu sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, unga sun'iy intellektni integratsiya qilish loyihasidir. Bu yerda yosh dasturchilar o'zlarining sohaga oid loyihalarini ishlab chiqishmoqda. Shulardan biri yosh dasturchilar jamoasining Simto AL loyihasidir. Loyiha asosan olis hududlarda yashovchi fuqarolarga va yosh avlodga moslashtirilgan. Loyihamizni asosiy maqsadi patronajlarning ishini yengillashtirish. Ya'ni ular har doim uyma-uy yurishadi. Doktorlar bilan suhbatlashgan paytimizda bizaga o'sha muammomiz bizani hozirgi kunda kasalliklar, ya'ni qandli diabet, yurak xuruji kabi kasalliklar yosharib ketyapti degan javobni berishgan. O'sha kasalliklarni aniqlash uchun biz mana shu platformani o'ylab topdik. Ya'ni bizning platformamiz qanaqa bo'ladi? O'sha patronajlarning qo'lidagi so'rovnoma bo'ladi va o'sha har bir oilaga beriladi va o'sha oiladagi har bir oila a'zo o'sha bizning platformamizdan testdan o'tadi. Masalan, qandli diabetga chalingan inson doimiy chanqoqda yuradi, haddan tashqari ozg'inlab ketadi. O'sha so'rovnomaning ichida savollar bo'ladi. Bir oy oldin qancha vaznda edingiz degan savollar bo'ladi. O'shalarga javob beradi va oxirida bizda sizda mana shu 70% yoki bo'lmasa 80% qandli diabetga bo'lgan moyillik bor. O'zingizning hududingizdagi patronaj bilan bog'lanadi. Patronaj uyiga keladi yoki bo'lmasa uni yoniga borib turib o'zini sahrga nimasini tekshirib ko'radi. Bu jamoa birgina shu loyiha bilan cheklanib qolmoqchi emas. Aksincha, mana shu yo'nalishni davom ettirgan holda ko'plab kasalliklarga mo'ljallangan platformalarni ishlab chiqmoqchi. Avvalambor mana shunday joylar, ya'ni hackathonlar biz yoshlar uchun nima beradi? Albatta, birinchi navbatda men uchun yangi networking bo'ldi. Ya'ni boshqa loyihalar bilan fikr almashish, boshqa ishtirokchilar bilan o'zimni loyihamni mukammallashtirish uchun, o'zim bilmagan narsalarni ulardan so'rash uchun, atmosferani umuman tasvirlab bo'lmaydi. Juda ham hammasi a'lo darajada, qatnashuvchilarni, ishtirokchilar hammasi juda ham xursand. Mana shu hackathonni tashkillashtirgan hammaga o'zimni va men qatori mana shu ishtirokchilarni minnatdorchiligini bildirib qo'yaman. Health Tech Hackathon kabi milliy darajadagi loyihalar O'zbekistonning raqamli sog'liqni saqlash sohasida innovatsion va ilmiy kasbiy hamkorlikni kuchaytirib, xalqaro miqyosda mintaqaviy yetakchi sifatida tanilishiga katta hissa qo'shadi. O'zbekiston hukumati va IT sektorining birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasida mamlakatning raqamli transformatsiyasi nafaqat iqtisodiy o'sish, balki aholining salomatligini yaxshilashda ham yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Murodjon Ahadov, Doston Yoqubjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Nukus shahridan.